Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. No'ruz bayramimizga muborak bo'lsin. Hammamizga ma'lum, Xitoy davlatining tashqi ishlar ministri bilan Amerika davlatining tashqi ishlar ministrining Alyaskada ilib borgan suhbati mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Bularning bu qitimqi suhbat yig'inining natijasidan shaxsan men intayin xushal bo'ldim. Bundaq deyishlik sabab Amerika davlati bo'lsin, Xitoy davlati bo'lsin, har ikki taraf o'zlarining hal qilg'ini bo'lmaydigan manfaat to'qinishning mavjud ekanligini, bundan keyingi keskin to'qinishning yarashtug'ini bo'lmaydigan huquqning mavjud ekanligini har ikki taraf his qilib bo'ldi. Mana bu vaziyat har ikki tarafni dushman oldiga keldi. Bu qitimqi suhbatda har ikki taraf o'zining eng oxirgi kozirlarini ustalga tashildi. Amerika vakili Xitoy vakilining oldiga atgan koziri bo'lsa, hamkorlashishga to'g'ri keladigan imkoniyat bo'lsa, hamkorlashimiz, keskin raqobatlashadigan vaziyat shakllansa, raqobatlashimiz, yana agar zarur tepilsa, qarshilashishga to'g'ri kelsa, qarshilashishga biz tayyor deb ifoda bildirdi. Amerika tarafining ishlatgan 3 xil jumla shaklida hamkorlashishga to'g'ri kelsa, hamkorlashimiz degan jumlasi faqat Xitoyga ko'rsatayotgan diplomatlik so'z shakli. Keskin raqobat bilan vaqti kelsa qarshilashishga biz tayyor degan so'z ma'nosi haqiqiy Amerikaning bundan keyingi Xitoy davlatiga yurgizadigan keng ko'lamlik siyosatining tub maqsadi. Xitoy davlatining vakillari Amerika tarafga bildirgan jonijon manfaati va qizil siziqi bo'lsa, atalmish Xinjiang masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasiga Amerika tarafining aralashishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini, bu bizning ichki ishimiz deb qaraydiganligini, savdo munosabatda yanala burunqidek tengsizlik, makkarlik tijoratini xalqaroda davomlashtirib, iqtisodiy kengaymichilikni ilib berishni maqsad qilib turgan. Xitoy kommunist hukumatı Amerika davlatiga shuni aniq bildirdiki, Xitoy davlati bundan keyin xalqaro sahnasida Amerika davlati bilan o'tirib qopishda o'xshash darajada ekanligini, Amerika davlati bundan keyin xalqaro sahnasida Xitoy davlatiga po'ponlik qilib ayb ko'rsatmasligini, Amerikaning Xitoyga nisbatan kuchining yetmaydiganligini, Xitoy davlatini bo'zaq qiladigan davrining tugaganligini hamda Xitoy davlatiga davomli bisim qiladigan salohiyatning tugaganligini bildirdi. Suhbat bo'lishdan burun har ikki davlatning bir qism rahbarlarida ikki davlatning munosabati yaxshilanib qolsa degan umidlarni bog'lagan. Lekin bu qitimqi kelib chiqqan suhbatning natijasida har ikki tarafning xiyol qilayotgan shirin tushlari barbod bo'ldi. Endi har ikki taraf cho'chirini xamsanoydan xiyoldan voz kechib, bir-biri bilan tirkishadigan, vaqti kelsa urush holatiga o'tadigan vaziyat shakllandi. Bu vaziyat bo'libmi biz Uyg'urlarga, Tibetlarga, Mo'ng'ullarga, O'rta Osiyodagi qo'shni davlatlarga nisbatan xushalnorli xabar. Endi bundan keyin Amerika davlati bilan Xitoy davlatining ikki davlat o'rtasidagi keskin raqobat va tirkishish davrini ko'ramiz. Nima uchun bundaq deymiz desak, ikki davlatning rahbarlari o'zaro suhbat qilganda muxbirlar boyada bir-biriga yo'l qo'ymagandek, lekin yangichida yanala bir-birisi bilan o'zlarining maqsadiga yetgandek kelishimlarni ifodami desak, bundaq vaziyatning mumkin emasligi ko'rilib turdi. Sabab bularning suhbat yig'ini oxirlashganda diplomat qoidasi bo'yicha mayli kelishimning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar qo'shma bayonot e'lon qilish kerak edi. Lekin bu qitimqi suhbatda qo'shma bayonot e'lon qilinmadi. Bu demak hech qanday kelishim hosil bo'lmadi. Ya'ni kelib muxbirlar oldidagi suhbat yig'inida bo'lsin, yipiq yig'in suhbatida bo'lsin, keskin talash tortishning avjiga chiqqanligi ko'rinib turibdi. Bularning suhbat yig'ini oxirlashganda o'zaro qo'l tutishib qo'shilishish, xotir rasm tushish degandek ahvollar ko'rilmadi. Bundaq ahvol diplomat sahnasida oz ko'riladigan, intayin oz ko'riladigan vaziyat shakllandi. Buning misoli bultur Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo efendi bilan Xitoyning tashqi ishlar ministri Yang Jiechi ikkisi Havay orolida suhbat elib berib, suhbati barbod bo'lgan bo'lsa-mu, xo'shlashadigan mezgilda o'zaro qo'l elishib, rasm tushib xo'shlashgan. Xalqaroliq diplomat qoidasiga hurmat qilgan. Lekin bu qitim Alyaskadagi suhbatda har ikki taraf bir-birisidan yuz o'rgan. Kuzatuvchilarning deyishicha,
Bu qitimqi suhbatda Xitoy davlatining tashqi ishlar ministri doklad so'zlaganda tarjimonlig'imi fursat bermay bir so'zlasa 10 necha minut o'ktamlik bilan so'z qildi. Pozitsiyasi qo'pol, Amerika vakillarini faqat ko'zga ilmadi. Suhbat maydonida Amerika davlatining tashqi ishlar ministri Blinken apandim bilan Amerika davlat bexatar ishlariga mas'ul bo'lgan Sullivan ikkisi tamkinlik holatiga tushib qolgan deb qaragan. Bundaq ko'z qarashda bo'lsak, Amerikaning diplomatlik siyosatini tushunmaganlik bo'ladi ekan. Xitoyning nazarida bo'lsa, kim o'ktamlik qilsa, kim ko'kamlik qilsa, uning siyosiy o'rni yuqori deb qaraydi ekan. Bundaq o'lchamda qarash bu Xitoy davlatining o'lchamlari bo'lib hisoblanadi ekan. G'arb madaniyat dunyosida bo'lsa, suhbat ustida qaysi taraf madaniyatlik va tamkinlik bilan qoidaga uyg'un suhbat ifoda bu o'lcham qilindi ekan. Bu qitimqi suhbat maydonida Blinken apandim bilan Sullivan apandim ikkisi haqiqiy xalqaroliq diplomat xodimlar bo'lib hisoblanadi ekan. Wang Yi bilan Yang Jiechi ikkisi diplomatik xodim u yoqda tursin, Xitoy hukumatining ko'kama va o'ktamlari deb qaraldi ekan. Amerika vakillarining silq sipoyi ifodalagan so'zlari hamkorlashishga to'g'ri kelsa hamkorlashimiz, keskin raqobatlashishga to'g'ri kelsa keskin raqobatlashimiz, agar vaqti kelsa qarshilashishga to'g'ri kelsa qarshilashishga biz tayyor degan so'zning o'zi temir bolqiga latini o'rab Wang Yining beshiga urganlik bo'lib hisoblanadi ekan. Wang Yi bilan Yang Jiechi ikkisi diplomat sahnasida 10 necha minut qo'pol talaffuz bilan valoqlagan bilan Amerika vakillari silq sipoyi bilan Xitoy davlatining jinni oldigan ko'zlarini tashlab qo'ygan. Amerika tarixida Roosevelt deb prezident o'tgan bo'lib, uning mundaq bir hikmat so'zi bor ekan. Amerika davlatining qo'lida har zaman bir kuchli to'qmoq bo'lish kerak. Xalqaro diplomat sahnasida tamkin va munoyim bo'lish kerak degan ekan. Roosevelt apandimning bu hikmat so'zi keyingi davrda Amerika diplomat siyosatining qoidasiga aylanib qolgan ekan. Bu qoida oldi bilan Amerika davlatining kuchli quvvatining bo'lishi, lekin diplomat sahnasida kamtar va muloyim bo'lib kelgan ekan. Bu qitimqi Amerika vakillarining diplomat sahnasida o'ynagan roli prezident Roosevelt apandimning ko'rsatgan diplomat axloqiga tamoman uyg'un ekan. Bu qitimqi suhbat yig'indan keyin har ikkili tarafga yangi so'g'oq urushining furqining puravotganligi bilinibdi. Sovet ittifoqi bilan Amerikaning o'ttirisidagi so'g'oq urushini hammamiz bilamiz. Ikki davlat o'ttirisidagi so'g'oq urushining natijasi bir davlat cho'qim barbod bo'lish kerak. Hamda yangi so'g'oq urushining jang maydoni nada bo'ladi? Savdo urushi va yuqori fan texnik urushi ko'z ko'rinmaydigan urushlar allburun boshlanib bo'ldi. Hamda rayon xarakterlik qiziq urushlarni faraz qilsak, vakil xarakterlik urushlar yuz berishi mumkin. Bu xuddi Sovet ittifoqi bilan Amerika o'ttirisidagi so'g'oq urush jarayonida Choshan urushi, Vyetnam urushi, Afg'oniston urushi degandek bu urushlarning keyinda Amerika bilan Sovet ittifoqi quvvat yetkazish urush shakli mush shaklda ilib berilgan. Hamda bundan keyingi so'g'oq urushining ranglari har xil bo'ladi ekan. Masalan, siyosiy o'zgarish, ranglik inqilob qatorliqlar. Yana bir misol bo'lsa, hozir Birmada yuz berayotgan siyosiy to'qinish. Birmada siyosiy o'zgarish bo'lib, davlat harbiy taraflarning qo'liga o'tdi. Demokratchi taraflar bu qitim mag'lubiyatga uchrasa, butun dunyoning iqtisodiy jazosiga uchraydi. Xitoy hukumati bo'lsa, siyosiy o'zgarish ifogan Birmaning harbiy tarafiga butun kuchi bilan yordam qilyotdi. Xitoy davlatining Birmaga yordam qilishdagi maqsad Birma orqali Hind okean tarafdan Xitoy davlatiga yetkazilgan energiya yo'lini qo'g'dab qilish, ya'ni gaz turbi liniyasini qo'g'dab qilish. Uningdan boshqa Shimoliy Koreya bo'lsa, boshqarilgan bomba atom sinoqlarini bag'ansiri kuchaytiryotdi. Bu vaziyat dunyoning bexatarligiga tahdid akavyotdi. Bir saranga yiqilsa, Shimoliy Koreyada urush portlab ketishi muqarrar. Bu urush o'ti Tayvanga mo tutishidi. Xitoy armiyasi Tayvanni ishg'ol qildi degan gap birinchi orol zanjirlarini bo'sib o'tib, Amerika davlatining bexatarligiga cho'ng tahdid ko'rsatdi. Xitoy dengiz osti parxodlari bevosita Amerika qirg'oqlariga yiqilishib, boshqarilgan bomba va atom qurollari orqali Amerika davlatiga hujum qildigan gap. Vaziyat shunday taraqqisa, Xitoy davlati Amerika va Amerikaning ittifoqdosh davlatlari bilan
urush ichib qilishi muqarrar. Bu urushda Xi Jinpingning utirib etishi muqarrar. Agar urushda utirib etsa, Xitoy davlati gumron bo'lib qolmasdan Xi Jinpingmo dag'i esilishi muqarrar. Xitoy hukumatı o'zining mag'lub bo'lmasligini o'ylab, Tayxangsan tog' tizimlari, Qingling tog' tizimlari degandek tog' tizimlarining ostini necha ming kilometr tonel ko'lab, atom urushiga tayyorlik qilgan ekan. Bu tonellarga nihoyatda ko'p miqdorda oziq-to'lik va qurollarni o'rlashtirib bo'pti. Bunda qilishdagi maqsad Xitoyning amaldorlari atom urushi keltirib chiqargan uzun muddatli qish faslini o'tkazishgan. Atom urushi keltirib chiqargan qish fasli o'tgandan keyin Xi Jinping tog'ning to'shigidan chiqib, hayot qolgan odamlar va askarlar bilan dunyoga qayta xo'jayin bo'lmoqchi ekan. Bundan keyingi kunlarda Xi Jinping bir kun taxtida o'tirdi ekan, dunyoga har vaqt xatarlik yetkazishi mumkin ekan. Mayli Xitoy davlatining, Xitoy xalqi bo'lsin, Amerikaning ittifoqdoshlari bo'lsin, Amerika armiyasi bo'lsin, dunyoning bexatarligini saqlash uchun Xi Jinpingning qallasini cho'qim ilishgan.